Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizda xush kelibsiz do'stlar. Barchangizni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Kanalga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Hop do'stlar, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan Fructis Random dasturini ko'rib chiqamiz va yana bitta dasturimiz bor. Shu dasturdan pul chiqarib ko'ramiz do'stlar. Dastur manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, dasturga kirganingizda ro'yxatdan o'tish chiqadi do'stlar. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Bunda nima qilamiz? Asosan biz mana shu randomli o'yinni o'ynab pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hop, kunlik bizga 10 tadan tanga beradi kunlik do'stlar. Buni o'ynashimiz uchun autoplay bor va play bor. O'zingiz boshqarasiz do'stlar. Hop, mana bizga tangalar berdi. Xohlasangiz avtoni qo'yib qo'ysangiz ham o'zi avtomatik tarzda o'ynayveradi. Sizni boshqarishingiz shart emas do'stlar. Hop, insert kodga kod yozsangiz, uni ham kommentariyada bo'ladi. O'tib ko'chirib mana shu yerga yozsangiz bonus beradi do'stlar. Hop, bu yerda do'stlar referanli bo'limi bor, pul chiqarish bo'limi bor do'stlar. Hop, biz oldin olamiz. Kunlik beradi va bu pastdagi ko'rsangiz say and unwin bossangiz do'stlar reklama ko'rasiz. Reklama ko'rganingizga sizga 10 ta urinish beradi. Shundan so'ng yana 10 ta o'ynashingiz mumkin. Bu dasturimiz do'stlar FalsePay ga to'laydi. Faqatgina FalsePay akkauntga to'laydi. Yana bir narsa, FalsePay ga ulangan email adreslaring orqali ro'yxatdan o'tinglar, bo'lmasa to'lab bermaydi do'stlar. FalsePay ga ulangan bo'lishi kerak. FalsePay da ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak o'sha akkaunt orqali. Hop, ko'ramiz do'stlar. Bonus ham beradi. Telegram guruhimizga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolar edim do'stlar. Hop do'stlar, endi pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun withdraw tugmasini bosamiz. Bu yerga maksimumni bosamiz do'stlar. Hop, Bitcoin'da 11 Bitcoin ekan. Bu yerda Dogecoin, Toncoin bor ekan. Dogecoin, Toncoin'da. Hop, Dogecoin'da chiqarib ko'ramiz do'stlar. Bo'lmasa Bitcoin'da ham chiqarishimiz mumkin. Withdraw tugmasini bosamiz. Hop, ketdi do'stlar. Hop, hozir bu avtomatik tarzda tushishi kerak. Buning uchun complete bo'ldi. Biz FalsePay ga kirib olamiz. FalsePay manzili ham kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Tushunmaydiganlar bo'lsa FalsePay'ni izohlarda qoldirsangiz, u haqida ham to'liq videorolik chiqaramiz. Hop, endi keyingi dasturni ko'rib chiqamiz. Hop, do'stlar, keyingi dasturni ko'rib chiqamiz. Bu dasturimiz Horzole degan dastur. Bu dastur manzili ham kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanib pul ishlashlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Bunda ham ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Google email orqali ro'yxatdan o'tiladi. Bu yerda do'stlar bir nechta yo'llar orqali pul ishlashimiz mumkin. Spinni aylantirib, rasmlarni o'chirib, rasmlarni yig'ib va do'stlarni chaqirib ham ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Shoshilinch xabar. Zaynab Hop, mana bu yerda 1000 point olishimiz mumkin har 15 daqiqada do'stlar. Bunda ham do'stlar o'zbeklar juda ham ko'p.
Shuni hisobiga ham ko'pchilik o'ynaydi do'stlar. Bu yerda o'yinlarni o'ynab ham ishlashimiz mumkin. Asosiy reklama bo'ladi. Bu yerda ham shunday mana shu otni yig'ishimiz kerak bo'ladi. Astoydil harakat qilsangiz 5-10 daqiqada yig'ib qo'yasiz do'stlar. Mana shu tarzda. Hop, bu orqa taraf. Hop. Bu yer. Hop, bu yer. Mana bu yerda. Va bu yerda do'stlar. Biz reklama ko'rishimiz kerak. Hop do'stlar, mana shunday tarzda o'ynaymiz. Mana bu yerda kunlik bonuslar bor. Har kuniga kirib olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, endi asosiy bo'limga kirib chiqamiz. Pul chiqarish bo'limini ko'rib chiqamiz do'stlar. Hop, bu yerda turli mamlakatlardan pul chiqarganlar bor do'stlar. O'zbekistondan ham juda ham ko'p. Hop do'stlar, bunda izdirob tugmasini bossangiz, mana xohlagan kripto valyutangiz bor. BNB, Tron, Solana, PP, Ethereum va Dogecoin, Litecoin ham bor ekan do'stlar. Toncoin, Shiba, barcha kripto valyutalar bor do'stlar. Biz asosiy mana shu Trondan chiqaramiz. Bundan oldin ham Trondan chiqargan edik. Hop do'stlar, Binance'ga kirasiz. BNB'ni topasiz. BNB Smart Chain BEP20 adresni topasiz do'stlar, o'zi chiqadi. O'sha yerdan BEP20 adresni topganingizda topib turib ko'chirasiz, bu yerga joylaysiz do'stlar. O'zi sizdan adres so'raydi. Kirganingizda mana shunday holat bo'ladi. Binance Wallet chiqadi. Shuni bossangiz, siz adresni kiritadigan joyga o'tkazib yuboradi do'stlar. Va bu yerda do'stlar adresni ko'chirib olasizda, mana shu yer, mana shunday o'yin ochiladi. Ko'chirib olasiz. Sara qilasiz, bu yerga qo'yib, keyin har doim chiqarib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Boshqa adres ko'chirishingiz shart emas do'stlar. Confirm kalim tugmasini bosamiz va bizning pullarimiz chiqdi do'stlar. Va bu yerda istoriya bo'limlari bor do'stlar. Buni oldin ham chiqargan edim, endi mana bunisi ham ketdi. Hop do'stlar, dasturlarni barchaga tavsiya etaman. 100% to'lovda ikkalasi ham. Shu orada do'stlar, Fastpay'ni ham ko'rib o'tib ketamiz. To'ladimi yo'qmi, shuni bilib olamiz do'stlar. Bitcoin'da chiqargan edik. 0.89 bo'lib qolibdi. Mana Frosty Random 11 Bitcoin kelgan do'stlar. Kimgadir oz tuyulishi mumkin, lekin toma ko'l bo'lur do'stlar. Harakat qilinsa hammasi bo'ladi do'stlar. Barchaga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videolikda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib, videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang. Va izohlarda o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz do'stlar. Barchalaringga rahmat. Tunlaring xayrli o'tsin do'stlar. Keyingi videolikda ko'rishguncha, keyingi videoliklarda inshaalloh konkurslarni o'tkazib yuboramiz. Aktiv bo'lasizlar degan umiddamiz do'stlar.